Shuhrat Matkarim. Boljon. Qissa va hikoyalar. Oq ilon, oppoq ilon, oydinda yotganing qani? Sen-ku meni yomon deding, yaxshini topganing qani? Shuhrat Matkarimning ushbu kitobiga kirgan hikoyalar va qissalarning qahramonlari bugungi jamiyatning oddiy odamlari hisoblanadi. Ular goh samimiyligi, goh o'ziga xos xarakteri bilan o'z tashvishlarini gardaniga ortib, kishilik sahnasida umguzoronlik qiladilar. Olam mukammalligi kimlarningdir qalbida ezgulik chirog'ini yoqsa, yana qaysidir zamondosh qiyofasini eslatuvchi shaxs o'ziga xos yo'l bilan yashashga intiladi. Obrazlar hayot otliq, to'fonli, qudratli va shafqatsiz ummonda olg'a suzar ekan, tabiiy turli g'ov va qiyinchiliklarga duch keladilar. Yozuvchi qahramonlarni ana shunday murakkab vaziyatlarda kuzatadi va ularni tushunishga harakat qiladi. Asarlardagi o'ziga xos badiiy tasvir va ifodalar sizga manzur bo'ladi deb o'ylaymiz. Shuhrat Matkarim. Boljon. Qissa va hikoyalar.